Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Superliga 2025 10-tur ramziy jamoasi bilan tanishing. Darvozada Eshbutayev, Shurtan, himoyachilar Jo'rabekov, Buxoro, Bubaniya, Xorazm, Adhamzoda, Paxtakor, yarim himoyachilar Halilov, Dinamo, Qo'ziyev, Shurtan, Jumayev, Surxon, Ismoilov, Neftchi. Hujumda qanotlarda Abdullajonov, Xorazm, Jiyanov, Navbahor. Hujumda Norchayev, Nasaf. Sizningcha yana kim ramziy jamoaga tushishi kerak edi? Fikringizni kommentariyada qoldiring. Chempionat Aziya sayti talqiniga ko'ra Superliga 10-turning eng yaxshilari aniqlandi. Eng yaxshi futbolchi Jiyanov, Navbahor, eng yaxshi darvozabon Eshbutayev, Shurtan, eng chiroyli gol muallifi Jo'rabekov, Buxoro, eng yaxshi murabbiy Lushan, Navbahor. Sizningcha yana qaysi futbolchilar eng yaxshisiga loyiq edi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.